O'tirimizni o'ylayman. Shunaqa narsa bemaza narsalar chiqaryapti. Madaniyat qayerga qarayapti, san'at qayerga qarayapti, vazir qayerga qarayapti, vazir o'rinbosarlari qayerga qarayapti. Hadeb shu gapni bizani yozadi. Kim maza qildi? Hamma ko'tirma, qo'polsa aytaman, ko'tirma qildi. Ustozlarimizni yaratib ketgan ba'zani hamchi odoy tomon qo'yamiz. Buzib, nimalardir qilib, remix qilib, hamma yog'ini daddalasini chiqaryapmiz. Yo'q, haragida jikir qilib qilib taqa qo'yib qadimizganda o'zini tashib o'ynaydi yigitlar. Yoshlar buzilib ketyapti. Yoshlarni buzayotgan madaniyat, san'at ahli bo'ladi. Hozir fonogrammani yo'q qilsin. Ko'ramiz qancha odam. Ma'nosi nima, so'z nima u kerak. Bizmasdan yetish kerak. Etlaring Xudo xayring bergur, o'sha pardasidan yuqoriroq qilib yetadigan kuching bo'ladigan bo'lsa, o'sha pardadan yuqoriroq qilib et. Xalq qarashi ham buzilgan, eshitishi ham buzilgan. Masalan, hamma narsa buzilgan. Sizlar bizning boshchiligimizda san'atni sekin asta kemirib, yo'q qilib yuboryapmiz.